tursa sahrodagi odamga juda qiyin bo'ladi. Lekin mana bunga farqi yo'q. Chunki tuyaning ko'zlari ikki qavat kipriklar bilan to'silgan. Ular sahroda bo'ron paytida qum zarralarining ko'zga kirib ketishining oldini oladi. Sahroda o'ta kuchli jazirama bo'lsa, qumga oyoq qo'yib bo'lmaydi. Lekin tuyaning oyoqlari issiqda kuymaydi. Qahraton sovuqda esa muzlamaydi. Chunki uning oyog'ining ostki qismida yog' joylashgan bo'lib, bu yog' turli ob-havoda tuya oyog'idagi haroratni mo'tadil ushlab turadi. Shuningdek, tuyaning tovonida glitserinli maxsus kislota mavjud bo'lib, bu modda tovonning qotmasligini va sovuqdan yorilishining oldini oladi. Tuya o'z og'irligiga qo'shib 300 kilogrammgacha yukni ko'tara oladi. Shunga qaramasdan, uning oyog'iga hech qanday zarar yetmaydi. Chunki uning to'rttala tizzasining yostiqchalari yer va qumda lat yemaydigan darajada qalindir. Tuyaning lablari juda serharakat bo'ladi. Bu unga turli tikanli o'simliklarni ham hech qanday qiyinchiliksiz yeyishiga yordam beradi. Uning pastki lablari o'rtasidan yorilgan bo'ladi. O'tlarni va yerdan o'zi uchun kerakli ozuqani yulib olishida bunday labning o'rni juda muhim. Tuyaning yemishi qattiq bargli va tikonli o'simliklar bo'lgani bilan tomog'idan yengil o'tadi. Buning sababi uning tomog'i juda ko'p ichki sekretsiya bezlaridan iborat bo'lib, ular yemishni tomog'ida nam qilib turadi. Tuyaning o'rkachlariga kelsak, ular tuyaning o'ziga xos omborlaridir. Agar u sahroda och qolsa, o'rkachlardagi ombordan ozuqa olaveradi. Ayniqsa tuya bir ichganida 200 litrgacha suv ichishi mumkin. Bu unga sahroda 2 haftagacha bemalol suv ichmay yurish imkonini beradi. Bu yaqin yillarda olimlar tomonidan zamonaviy tekshiruvlar natijasida topilgan ma'lumotlar. Nima deb o'ylaysiz? Tuyadagi shuncha xususiyatlar mo'jizami yoki o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgan tabiat hodisasimi? Buni bizga 1500 yil oldin nozil bo'lgan Qur'oni Karim aytadi. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Ular nazar solmasmilar tuyaning qanday yaratilganiga? Tuyadagi ajoyibotlarni hali yana davom ettirish mumkin, lekin aql egalari uchun ushbu ma'lumotlar ham kifoya qiladi degan umiddamiz. Hazrat, Alloh taolo sizni jannati bilan mukofotlasin.